İnternetda hamma videoda ko'ryapmiz, lekin biz ofisga borib naqd ko'rinishda kassaga to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib xotirjam bo'lmoqchimiz deganlar. Assalomu alaykum. Hikmat Travel'ga rasmiy litsenziyaga ega firmaga Abdug'affor aka mollariga kelganmiz. Abdug'affor aka, yaxshimisiz? Ya rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli paxtishchilar. Xo'p, Abdug'affor aka, shu ayrim insonlarda xavotiri bo'ladi. Shu xavotirlari bo'lmasligi uchun aka, ofislarimiz to'g'risida bir ma'lumot bering aka. Xo'p, bo'ladi. Bizda 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Xohlasalaring qaysi biri yaqin, qaysi biri o'zlaringizga udobli bo'lsa, shu ofislarimizning biriga borib, kassalarimizga to'lovni qilib, kvitansiyalarni olib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun onlayn joylar bron qilsa ham bo'ladi. O'zlaringizga qaysi biri udobli bo'lsa, shuni qilishlaring mumkin. Ya'niki aka, Andijonda, Toshkentda, Farg'onada ofislar bor. Bolalar kutib olib chiroyli ma'lumotlar berishadi. O'zi borib o'sha yerda to'lovlar qilganlar bo'lyaptimi aka? Ha, juda ko'pchilik boryapti. Lokatsiyalargacha tashlab beramiz. Nomerlargacha tashlab beramiz operatorlarimiz. Bemalol telefon qilib, lokatsiya bo'yicha borib, o'z joylarini bron qilib, kassalarga to'lovlarni qilib, kvitansiyalar qo'llariga olib, xotirjam bo'lib uylariga ketishaveradi, xudo xolasa. Xo'p, endi Abdug'affor aka, shu videoda boshidan narxlarimizni aytaylik, keyin qaysi oylarga qabullar ochilgan aka? Xo'p, bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan boshlaydigan bo'lsak, Toshkentdan mana shu oyimizga, iyunni oyimizga 24-iyun, 25-iyun, 26 va 27, 28, 29, 30-iyun kunlari har kuni deyarli har kuni 30-gacha reysimiz bor. Toshkent Jidda primoy reysimiz Toshkentdan. Xo'p, buni narxi $995 qilib beramiz. Primoy reysimizni. Xo'p, endi vodiydan deydiganlar uchun Farg'onadan 30-iyunni kuni reysimiz bor. Buni $1035 qilib beramiz. Farg'ona Jidda. Bu ham primoy reys 30-iyunni kuni. Yo'q, biz keyingi oyga bormoqchimiz yoki avgustga bormoqchimiz deb rejalashtirayotganlar uchun u kunlarga ham, u oylarga ham reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, chislosi bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. U keyingi oylardagini ham $1035 dan qilib beramiz. Xohlang Toshkentdan boring, xohlang vodiydan boring. Qilib beraveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, narxlar oshib ketib qolsa, narxlarga qo'shishmaydi, joylarni bron qilib bersa. Hozir masalan necha puldan kelishib, qaysi summadan bron qilishgan bo'lsa, xuddi o'sha summadan bemalol o'sha nimadan uchib ketishaveradi. Aytishgan chislovlariga inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p, endi Abdug'affor aka, ziyoratchilarga atga borganda qanaqangi sharoitlar tayyorlangan? Xo'p, bo'ladi. Sharoitlarimiz Madinada Divan al-Hijra gastitsamiz nomi. 200-300 metr uzoqligi. Xo'p, Makkada Sama al-Misk gastitsamiz nomi 800 metr. Xo'p, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati o'z ichiga oladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi aka, 50 boshlarimiz masalasi qanaqa bo'ladi? 50 boshlarimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa kelishadi iloji boricha. Undan tashqari firma tomonidan kamzin, bejik, so'mka beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz xudo xolasa. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi inshaalloh. Xudo xolasa. Abdug'affor aka, bitta oiladan ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga aka, yo'kida qaysidir hamkorlikda biz bilan ishlamoqchi bo'lgan odamda 50 ta odami bor. Aloqaga chiqsa, narxlarimizdan ozmoz chegirmalar bo'ladimi aka? Zo'r qilib bonuslar qilib beramiz xudo xolasa. Aloqaga chiqinglar. Ekrandagi raqamlarga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqishlaring mumkin. Qo'shni Tojikistondan ham bemalol bog'lansalaring bo'ladi. WhatsApp, Telegramlar bor. Videomizni bitta like bosib, kommentariyaga yaxshilaylar yozib qoldirib, Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Hamda aziz obunachilar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.